Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona viloyati Quva tumanida qilib berganmiz. Bu xonadonimizni umumiy hamma yo'g'ini ko'rsatib beramiz. Qaydlarni qilib berganimizni, necha puldan qilib berganimizni. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz sizlarga tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni qo'limizdan kelganicha yoritib, ko'rsatib berishlikda harakat qilamiz. O'zingizga yoqqan dizayn fasonlar chiqib qoladigan bo'lsa, albatta skrinshot qilib qo'ysangiz, bizga murojaat qilganingizdan keyin sizga biz o'sha dizayn fasonni chiroyli holatda qilib ishlaringizni bitkazib beramiz. Bu xonadonimizni ma'lumot etamiz, bo'lmasa bu xonadonimizni ichkari tomon shapkasini polnosti mana shu burchagidan bu burchagigacha qilib berilgan. Xo'p, bu xonadonimizga choksiz tarnovini ham o'rnatib berganmiz. 39 metr choksiz tarnovini 65 ming so'mdan orqasida polli taxtasi va mana shu choksiz tarnovlarimizni o'rnatib berganmiz. Faqatgina mana shu bitta burchagida choki bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Choki ham juda ham ideal holatda chiqqan. Xo'p, hech qanaqangi xudo xohlasa suv oqdi degan bir tomchilab oldi degan muammo bo'lmaydi inshaalloh. Juda ham ideal holatda bo'ladi. Xo'p, ichkari tomon shapkasi ko'rishingiz mumkin. Qoshli profilli 90 gradusli va karnizlari va mana bu xorilari bilan, akfani tepalari bilan, akfani ustunlarini ham chiroyli holatda qilib berganmiz. 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida qilib bitkazib berdik. Xo'p, doroza xonasiga ham mana shu alkafon dizayn fasonimizda ishlangan, juda ham chiroyli holatda chekalariga yashi fasondan qilib berganmiz. Chekka aksessuarlariga e'tibor berasizlar. Bir-biriga pog'onalari ham juda ham ideal holatda tushgan. O'rtasiga tilla rangdan ishlangan. Patnislariga esa mana shu tilla ranglarimizdan ishlab qilib berganmiz. Xo'p, xuddi mana shu dizayn fasonda tunikafon emas, alkafon qildiradigan bo'lsangiz, sizga mana shu sifatda alkafondan bo'ladigan bo'lsa 1 kvadrat metri 320 ming so'm, 300 ming so'm atrofida chiqadi. Bizda esa xuddi mana shu narsa faqat tunikafondan juda ham ideal holatda qilib 140 ming so'mdan yo'l kirasi, mana shu lesalari, tunikasi, usta xizmat hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda sizni xonadoningizdagi yaqinlaringizni bezovta qilmagan holatda ishlar chiroyli qilib bitkazib berib ketilinadi. Ko'cha tomon shapkasiga ham choksiz tarnovimizdan o'rnatib berganmiz va qoshli profilli ichkariga moslab turib bir-biri kombinatsiyasini mana shunaqangi ideal holatda qilib darvozasini tepalarini ham qilib berganmiz. Ma'lumot o'rnida 9 million 200 ming so'mga 345 ga 4 metrli mana shu darvoza o'rnagan. Agarda nomerini topsam kommentariyada yozib qoldiraman. Mana shu videolarimizni o'zingizga yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz sizlarga mana shunaqa doimiy ravishda qo'yib borgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, ishingizni go'zal holatda qilib, chiroyli holatda qilib topshirib beramiz. O'zingiz safarda chetda bo'lsangiz ham biz sizni ishingizni chiroyli qilib bitkazib, video ma'lumotlarini sizga taqdim qilib turamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz ham juda ham go'zal holatda chiqqan. Bizni ishimizga va mana shu darvoza shuncha mehnatlarga bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan fayzli tunikafon jamoasi bo'ldi.